Bu simichkachaning ildizi tuz bormi, qum bormi, tosh bormi, hamma narsaga zo'r shifo. Buni sinovdan o'tgan butun xalq ishlatyapti. Kerak bo'lsa apparatda qilmasdan turib 8 million, 10 million yoniga qoldirib 100 grammgina. Bu videoni faqat yaqinlarga jo'natib qo'ying. Tuzi bormi, toshi bormi, qumi bormi, hammasiga zo'r shifo. 100 grammiginasini olib shuni qaynatasiz 3,5 litr suvga to 2 litr qolgancha qaynatasiz. Keyin qaynoqqina qizib turib ishlayotgan paytingizga ichasiz. Bu tuz, shakar hammasi tushib ketadi o'zi ham. Shakar deyman, uzr. Qum, tuz, shunaqa narsalar. Shifo Allohdan, sababini qiling. Bekor 8 million, 10 million yoningizga qolib ketadi. Yaxshi-yu, yaqinlarga jo'natib qo'ying.